Vatandoshlar jamoat fondi xorijdagi yosh vatandoshlar uchun Anor loyihasining 2026-yilgi mavsumini e'lon qiladi. Loyihada xorijiy mamlakatlardagi 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan yosh vatandoshlar ishtirok etishlari mumkin. Loyiha iyul oyining 2-yarmida bir mavsumda tashkil etiladi. Ishtirokchilar O'zbekistonning eng so'lim oromgohlaridan birida mutlaqo bepul dam olishlari, tarixiy vatani bilan yaqindan tanishishlari, dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlaridan vatandosh do'stlar orttirishlari, milliy urf-odat va qadriyatlarga boy turli tadbirlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yozgi oromgohdagi loyiha doirasida Zukko kitobxon tanlovi, Zakovat intellektual o'yini, O'yla, orzu qil va o'zbekcha yoz insholar tanlovi, sport o'yinlari, milliy xalq o'yinlari, dutor, doira, raqs, vokal, rassomchilik, oshpazlik to'garaklari, VR show, lazer show, hunarmandchilik ko'rgazmasi, milliy kinofilmlar namoyishi, yozuvchi va madaniyat sohasi vakillari bilan ijodiy uchrashuvlar va kutilmagan sovg'alarga boy interaktiv o'yinlar sizni kutmoqda. Nomzodlar hujjatlarni joriy yilning 1-mayigacha elektron tarzda fondning quyidagi havolasi orqali yuborishlari kerak bo'ladi. Ishtirokchilar suhbat asosida saralab olinadi. Tanlov shartlari haqida batafsil nizomda tanishib chiqishingiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, farzandingizni loyihaga jalb etib, yurtning so'lim tabiatda, chinakam o'zbekona, milliy muhitda ajoyib bolalik taassurotlariga ega bo'lishiga sababchi bo'ling. Biz esa yosh vatandoshlarni ona yurtimizda kutib qolamiz.